Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha mana sifatli komfort avtobusimiz ko'rib turibsizlar aziz vatandoshlar. Avtobusimiz 51 mestadan iborat. Ikkita kamera nazorati ostida, mana oldida ikkita, orqada ikkita kamera nazorati ostida ketiladi. Monitorlari bor. Sifatli komfort avtobusimiz. Avtobusimiz O'zbekiston nomerda Moskvadan Toshkentgacha yuradigan avtobusimiz. Aziz vatandoshlar ko'rib turibsizlar sifatli avtobus. Hamyurtlarimiz kelgan, keling bir hamyurtlarimiz bilan suhbat olib boramiz. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzimiz qayerdansiz? Jizzaxdan. Moskvaga keldingiz, mana vokzaldan, to'g'rimi? Hech qanaqa yolg'on yo'q. O'zbekiston avtobusida. Shunaqa hamyurtlarimizga nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? O'zingiz fikringizni ayting aka. Aldovlar bo'lyapti. Ko'pchilik aldanib boshqa joylarga ketib qoladi. Arzon narxlarda aytsa, ishlanib ketib qoladi. Shularga nima maslahat berasiz aka? Gapiring. Bu rost. Qattiq gapiring aka. Bu rost. Hech qanaqa aldov qoldi yo'q. Sizdan oshcha pul olinmadi, to'g'rimi? Keldingiz, o'tirdingiz, ketyapsiz. Aziz vatandoshlar mana ko'rib turibsizlar akalarimizdan keyin. Assalomu alaykum. Olmaylar aka. Yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Qayerdansizlar aka? Tojikiston. Mana tojikistonlik akalarimiz ham kelib ketsa bo'ladi. Tavsiya qilasizmi tojikistonlik akalarga? Ha, kelaversin. Biletlar arzon. Yaxshimi, sifatlimi ekan? Sifatli. Aldov yo'q. Aldov yo'q. Yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ha, borini aytyapsiz, to'g'rimi? Yolg'on qo'shmayapsizmi? Kulayotganingizga aytyapman-da aka. Aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar avtobusimiz. Sankt-Peterburgdagi aka-ukalarimiz ham bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Sankt-Peterburgdan ko'p aldovlar bo'lyapti. Yengil mashinaga aldanib, yana biz oldimizga kelib avtobusda ketishyapti. Aziz vatandoshlar, Sankt-Peterburgdan avtobus bo'lmaydi, через Moskva orqali ketiladi. Sankt-Peterburgdan kelganlar bormi avtobusda? Keling, mana shu akalarimiz ham bitta o'qiymiz. Sankt-Peterburgdan kelgan. Sankt-Peterburgdan keldik. O'zimizni ismingizni assalomu alaykum. Javohir. Javohir, men Sankt-Peterburgdan keldik. O'zimizni mashinada olib kelib, avtobusga kelib o'tirdik, to'g'rimi? Shunaqa. Aziz vatandoshlar, qaranglar. Sankt-Peterburgdan avtobus bo'lmaydi, через Moskva orqali jo'natamiz. O'zimizni voditellarimiz bo'ladi, olib keladi. Avtobusga o'tirasizlar, to'lovlarni qilib ketasizlar. Sizlar ham Sankt-Peterburgdan keldinglar. Peterburgdan keldik. Mashinada, yengil mashinada olib keldik. To'lov qildinglar, mana o'tirdinglar. Hammasi cho'tkimi aka? Qayerdansizlar? Samarqand. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Ekranda ishonch nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanib, o'zingizlarga nima savollar bo'lsa, bersanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.